Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, hormanglar. Charchamayapsizlarmi? Bugun Future Simple haqida gaplashamiz. Demak, orada 1-2 kun dars bo'lmay qoldi, sal sog'lig'imdagi muammolar sababli. Xullas, Future Simple nima? Future Simple bu kelasi oddiy zamon degani. Kelasi oddiy zamon degani bo'lib, biz bu zamonni kelajakda qiladigan ishlarimizga ishlatamiz. Ishlarimizda foydalanamiz. Hali buni going to degan zamoni ham bor. Xullas, ikkalasi bir-biriga sal o'xshaydi. Lekin bunga chalg'imaysizlar. Xullas, kelajakda nimadir ish qilsak, demak bu future simple bo'ladi. Future simple. Kalit so'zlar bor. Misol uchun tomorrow bu ertaga degani, bilasizlar. Yoki next bilan boshlangan xohlagan so'z tushib ketaveradi. Bu keyingi degani. Misol uchun keyingi kun, keyingi oy, keyingi hafta shuni yozib qo'ying hozir. Masalan, next day bu keyingi kun. Yoki shunday kopiya qilamizda. Next week qilamiz bunisini. Keyingi hafta bo'ladi demak. Hop, keyingisi next month, keyingi oy. Keyingi oy yoki next year bor. Bu keyingi yil. Keyingi hafta, keyingi oy, keyingi yil deb gap davom ettirib ketaveramiz. Hop. Demak, direkt gapi qanaqa bo'ladi? Positive kerak bizga. Ega keyin will, mana shu joyda shall degani bor. Endi bu shallni hozir ko'p ishlatilmayapti. Shuning uchun balkim o'tmaganimiz ham yaxshiroqmi deyman. Chunki chalg'itadi. Qayerdadir shall ko'rib qolsanglar, bu future simple kalit so'zi. Shuni bilib qo'yinglar bo'ldi. Demak, will fe'l o'zi hech narsa qo'shilmaydi va to'ldiruvchi objekt kerak. Gap yozib ko'ramiz. Misol uchun I will do my homework tomorrow deyman. Men ertaga uy yozsamni qilaman deyapman. Yoki hop, bitta we ga ham hammasiga ishlaveradi. Xullas will. We will go there tomorrow. Biz u yerga ertaga boramiz deyapman. Buni tarjimasi kerak emasdir, faqatgina pozitivni unda sal boshqalarga qo'yib qo'yaman. Mana bo'ldi. Keyingisi. Demak, mana pozitiv, ega will, fe'l va to'ldiruvchi. Endi inkorni ko'ramiz. Negativ. Nima? Inkor gapda subject plus will not, buni qisqartirib won't desa bo'ladi. Won't qo'shamiz. Fe'l va oxirsida yana objekt to'ldiruvchi qolib ketmasin. Misol uchun I won't eat a meal tomorrow deymiz. Men ertaga ovqat yemayman deyapman. Yoki he will not, come on, he will not, like, how can I clean his room
next day deyman. Yoki next day demaylik, mana next week yaxshiroq chiqardi. Xo'p, u keyingi hafta xonasini tozalamaydi. Eslicho deganday. Negativi qizillaydi, eslangda. Yaxshi ko'rinyapti deb o'ylayman. Va oxirgisi. Bizda savol gap qoldi. Question, ya'ni question deydi bir xil o'quvchilar. Okay. Question. Savol gapda nima? Birinchi will bilganinglardek. Keyin ega kerak bizga. Keyin fe'l va oxirida to'ldiruvchi object. So'roq. Question mark. Yes. Will she how can I speak to me tomorrow? U ertaga menga gapiradimi? Deyapman. Yokida will I go to market next month? Men keyingi oy bozorga boramanmi? Deyapman. Misol uchun-da. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Zamon future simple. O'zi future simple unday qiyin zamonga kirmaydi. Hali bir sal qiyinroq zamonlar kelsak, o'sha yerda tushuntirishlar sal qiyin bo'lsa, videolar ham sal cho'zilishi mumkin. Hozircha mana shu bir 10 minutlik videolar bemalol yetyapti bir mavzuni tushuntirib berishga. Demak, mana hozir eslatib o'taman, yana future simple kelasi oddiy zamon bo'lib, biz kelajakda qiladigan ishlarimizga foydalanamiz. Kali so'zlar bor: tomorrow, next day, next week, next month, next year. And next o'zi keyingi degani, o'sha keyingi bilan moslab ketaverasizlar. Xohlasangiz keyingi asr deb qo'yinglar. Tarakkabida ega, will, fe'l va to'ldiruvchi. Mana bitta v deb yozayotganmiz. Bu fe'l, hamma bilyapti deb o'ylayman. Verbning boshidagi v ni olyapmiz. Tak, qolgani unda sal videoni to'xtatib bemalol tushunib olsanglar bo'ladi. Shuning uchun video qilyapmiz. Uyda xullas darsda yaxshi tushunmay qolgan o'quvchilarimiz uchun uyda bemalol videolarni ko'rib, qayta ko'rib, mavzularni yaxshiroq tushunib, xudo xolasa oylik testlarda yaxshiroq bir natijalar qilish uchun qilyapmiz. Hammasi sizlar uchun, bolalar. Faqat o'sha chalg'imasdan dars qilib, hamma vazifalar qilsanglar bo'ldi. Hammaga rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.